Logo yasaymiz biz legendarniy dizayner bilan. Logo. Judy ideyasi bilan. Kimda bu? Nima bo'libdi? Qani? Qani prosesda. Короче, legendarniy logotipni yasalish protsessini sizlar ko'ryapsizlar. Buni bilasizlarmi nima bilan сравнить qilsa bo'ladi? Bu Mona Lisani tuzatgan paytda Da Vinci kimdir kelib syomka qilib, o'sha olib qo'ysa qanchalik bu legendarniy kadr bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa kadrda o'zingizlar sizlar guvohi bo'lasizlar. Premyerda ko'ryapsizmi, deyap? Shotiga Abrobey muzikasini qo'yish kerak. Nuqtacha qo'yamiz, nuqtaga yemaydi, logotip. Zreniz moshni bizni ko'rib kerak. Xullas, mana shunaqa jarayon bizaniki. Copyright tushadi videolarga. Bu dizaynerimiz juda detallli ishlaydi-da. Har bitta taqiy. Boshqachalarni. Bugun bitadi, короче. Hamma gap dizaynerga, no. Bugun bitish kerak. Так что kuzatinglar. Nima bo'lyapti desanglar, biz ko'chamiz yana 5-marta. Biza olasiz qo'yib charchadi. Biza bo'ldik ko'chish bo'ldi. Mana narsalarni yig'ishtiramiz, уже mana новый этап, специально на футболе degan proyekt oldik mana. Ambasador bo'lamiz. Yangi etap boshladik, ofis oldik, kichkina xonacha olib ko'rsatamiz. Ofisga ko'chamiz, o'zimizga production bo'lib rivojlanmoqchi biz bag'iga, shogirdlar olib, sheriklar olib, bag'iga rivojlanamiz, уже masshtabniroq ishlar qilmoqchi biz. Hozir baqa shtatga o'tdik, 3 oy chirib, hech narsa qilmadik. Shuncha oxiri shagat qilishga qaror qildik, shuni emratishga. Ikkovimiz. Da. Mana. Shu ko'chamiz mana, nasib bo'lsa endi bag'ini ishda bosamiz. Ishonamiz, to hammasi biz o'ylagandek, xohlagandek bo'ladi. Shu protsesscha bilan bo'lishib boramiz. Hammasi bardak. Bizning hozir nima, kompyuterimiz bor, bir ikkita apparatura bor, ishqil madrachalar bor-da, mayda-chuyda narsalar, hamma narsa bizniki emas u. Mana shu oldimizdagi narsalar plus minus bizniki hammasi. Ba'dan ham rakurs olaylik. Mana shu joyga biz tur oyimizni yetkazdik. Yangi bosqichga o'tish vaqti keldi. Narsalarni olib kela oldik mana. Hammasi ko'rib turibsizlar, bardak bitta mana Google'dan tashqari. Hech tomon joyda bu. Mana shunaqa joy, mana короче, mana eshikdan kirib kelaverishib mana. Azor bilasizlar. Eshigimiz esa 9-raqamli. Daqqa e'tibor bermaysizlar. Bunday kirib kelasizlar. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bag'danmi rais o'tsalar, keyin o'shanga qarab Parus cowork bitgandan keyin sizlar takoy obzor beramiz. Bir oy kutdik. Kamerani. Bir oylik kameramizni sotdik. Bir oydan beri pulni ushlab turamiz. Oxiri biz xohlagan kamera yetib keldi, o'shanga endi xarid qilishlik. Yomon kuttirdilar. O'zi ham oladigan kameramiz hech qayerga yo'q edi. Vaqt soat ketdi. Qanday qilib Tushundim. Bitta batareya beringchi. Bu yengil ekan bu. Dollarga beramiz, qolgan pulni to'playlik. Hamma qarab cho'kishmi? Aha. Xursandmisan? Manmi? Конечно, Mana aka, oching nima olasiz? Aka bitta smoldering bilan, kletka bilan kamera ZV-73. Sen ko'rsat paketini ochdi. Keyin istoriya olasan. Yo'q, qanday ochaman paketini? Bozorlikku bu. Menga bonus kamni berdilar. Mana berdilar bonusni. Ishlatib aytaman nimaligini. Hozir o'zim ham bilmayman lekin. Bugun apparatura zakupitsa qildik. Birinchi такой серьезный arsenalcha, setupcha. Bitta hozir obzor qilib beraman. Birinchi mana boshlaymiz. Bu mikrofonni mana qadar xullas. Bunga mikrofon tiqiladi, keyin nima qilinadi. Birinchi bo'lib mana batareya oldik. Kamera ichidan bitta chiqadi, дополнительный ham oldik, qo'shimcha fleshka oldik. Prям tafski. Bu 50 tali obyektiv, eski bu, oldin olganman, lekin haligacha biz bilan sodiq. Ana bu chiroyli qilib qo'yapsiz o'zingiz obzor paket mashinaniki hammasi. Tavba. Mana bu eng qimmat anolardan bittasi. Sigma'ni obyektivi 24-70, 208 lik. Uncha qimmat obyektiv emas, no, yaxshi ish qilib. Buni BO olganman, yangi olganman. Yaqinga oldik buni ham. No, lekin sostoyaniyasi yaxshi ekan, shuning uchun ham arzonroq bo'lgani uchun bostirdik. Bu kameramiz uchun obyektivcha. Main uzlari mana. Bu kameraning istoriyasi juda og'ir istoriyasi. Chunki biz buni olish uchun birinchi AIT 3imiz bor edi. AIT 3 sotdik. Unga mikrofonlar qo'shib, kim nimalar qilib, shunga yetadigan qilib pul qilib sotdik. Keyin ne umidlar bilan borib Sonydan so'rasak, Sony 1 oydan keyin keladi deb aytdi. Bir oy ham kamera 1,5 ketdi. Bo'lib ketdi. Hamma necha deylik, foto trade'lardan so'raymiz, agar sal $50 qimmat bo'lsa ham, rahmat. $50 qimmat bo'lsa ham o'shalardan olamiz dedi, lekin ulardan so'rasak ularga ham yo'q. Toshkentdagi hamma shu foto
apparatura sotadigan, texnika sotadigan magazinlar hammasidan so'rab chiqsak, hech qaysiga yo'q ekan. Oxiri Sony'ni o'zi telefon qilib, bir oy o'tgandan keyin, bir oydan ko'p o'tib ketdi. Keldi kameralaringiz olib keladi. Biz o'sha bugunning o'ziga, bugun telefon qilib, bugun bordik, oldik. Keldik. Sony ZV legendarniy E1. Nima uchun legendarniy aytsanglar, masalan, hozir ochib ko'rsataman. Olayotgan kamera FX3 juda qimmat, 3000 qanchadir turadi bodisini o'zi. Tushunishinglar uchun mana shu xuddi shu kamerani arzon variant, но при этом olishlari, xarakteristikalari bir xil ikkalasini. Narxi ham 2 barobar arzon. Noyob kamera bu, o'shaning uchun bir oy kutdik. Mana kameracham o'zi asalcham mana asalcham. Hoppa. Ko'ringlar. Mana. Yengil o'yinchoqchaga o'xshaydi, mana. Nima bu? Deyishinglar mumkin, lekin mashina kamera o'zi. Mana flip ekranchalik, ichiga batareykasi yo'q, bo'lsa yoqib ko'rsatadi. Xullas, mana shu kameracha. Mana shu narsacha $1650 turadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, Mambodosiga. Buni oldik. Holyland mikrofoncha. Buni ancha bo'ladi olganimizga. Buni ham ko'rsatib ketadi. Keyin small rig, kletka обязательно. Bu kamerachani kichkina ham teshiklari yo'q. O'shaning hisobiga sразу kletka olish kerak. Kletka ham oldik qo'shimcha. Chashka oldik, zaryadnik batareykamizga. Что batareykani zaryad qilish uchun. Chashkamiz yo'q edi 3 yildan beri. Oxir-oxirlik. Eng главный герой нашего вечера. Mana shu bratanchik bo'ladi. Umrimga ko'rmagan bunaqa mikrofonda. Nima shu narsaga pul ketkazinglarmi deb savol berishinglar mumkin o'zlaringizcha. Lekin biz sizlarga aytamizki, yo'q, biz bu narsaga pul ketkazmadik. Chunki bizga aka bonusga qo'shib berdilar. Aytishlari bo'yicha $300 tur ekan bu. Endi bilmadim qanchalik to'g'ri bu, no bonusga mana shuni qo'shib berdilar. Aka vaqtiga $300 sotilgandi. Ishlatib ko'ramiz deysiz shunda. Shundoq. Qanday bo'ladi? Nima bo'ladi? Hozircha arsenalni shunaqa shtativchalarimiz bor, endi mayda shulardan. Shtativcha, keyin svet, amalan svet. 200X mi? 200. Amalan 200XS. 200 lik. Bo'ldi shu. Bu endi ofis bilasizlar, endi ofisda. Bunkerchamiz, shu yoqqa ishlaymiz endi hozirda 2 oy. 2 oy. Короче, рабочий столчан bu. Mana bu. Bu ham hobby rабочий stol. Maniki ham flexible da, men uydan ham ishlayman, qayerga ishlayman. Men to'xta shu joyga yedirib ketaman hozir. Рабочий стол. Ha. Если что. Svet tushun. Kudda hamma dog'larni Hamma biladi. Umuman atmabsan, olganingdan beri. Futbolka bilan boshlaysiz-a? Mana рабочий стол. Как есть, так есть. Obzorga mana o'zimizcha nimadirlar qilmadik, mana hamma narsa turibdi mana. Kirishki, shunday kirishki, qog'ozlar, nimadirlar. Alexeyimiz 24 sig'mayapti shuna. Qani Bitta shiroki olishimiz kerak. Shiroki olishimiz kerak. Как раз vloglar uchun aniq. O'shuna mana xonamiz bardak. Ko'rib turibsizlar xonaning ahvolini. Gapir, hamma qilsin. Endi esdan chiqib olgan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. 4 kishilik rабочий joy. Bo'ldi, xonamiz mana shu. Bo'ldimi? Gaping yo'q boshqa? Yo'q, zo'r. Ko'rdinglarmi? Bulasizmi? Podkast olganmiz. Bizda ideyamiz boshiga qanaqa edi? O'zi вообще proyekt ismi ham boshqacha edi. Erkaklik qoidalari edi. Uni men ochgan edim. Как public ochilgan, Instagramga yurg'izilgan, 50 mingtagacha ana 100 просто montaj qilib, azvuchkalar qilib, shunaqa kontent qilingan. 70 mingga chiqqan. Keyin o'shani biz Face bilan chiqib ikkalamiz YouTube'ga ham, Instagramga ham yurg'izmoqchi edik. Xullas ana ekspertniroq stilga yurg'izmoqchi edik. Mana shu podkastni oldik. Birinchi выпуск qilib ana tushuntiradigan выпуск qilib. Nima qilamiz? Cho'qchimi. O'shani hozir ko'ramiz. Endi yo'nalishni sal o'zgartirdik. Vlog stilga qiladigan bo'ldik. Chista biz o'zimiz nima qiladigan narsani praktikaga ko'rsatib berish qaror qabul qilganimiz uchun hozir buni eshitib ko'ramiz. Sal bir ikkita momentlari qovushmayapti-da. Chunki erkaklik qoidalarini proyektni maqsadi boshqa edi-da. Bu proyektni salgina rebranding qildik. Salgina boshqacharoq направлениеga yondashganimiz uchun ham salgina o'zgarib ketib qoldi. Bir ikkita joylar bor, to'g'ri kelmaydi. Yo'q, konsepsiya, ideya umumiy olib qarasa, bitta o'sha, ana maqsad o'zgargani yo'q o'zi. Asl maqsad o'zgargani yo'q. Maqsad nima edi? Erkak kishi qanaqa bo'lishi kerak, nimaga harakat qilish kerak, o'zini eng best version of yourself deydi-ku, o'zini eng zo'r versiyasi bo'lish uchun nimalar qilish kerak hayoti davomida. O'sha narsani biz o'zimizni primerimizga ko'rsatish. Endi hozir bundan keyin maqsadim shu. Undan oldin o'sha narsani qilib ko'rib, просто vыводimiz bilan ekspertni kontent qilib bo'lish. Biz o'shanaqa qilmaslikka qaror qildik. Вот podkast hozir ko'rib chiqdik. Ko'p joylari hozir o'zgargan formatimizga to'g'ri kelmayapti. O'shaning uchun ko'p joylarni olib tashladim, kesib tashladim, bilmadim, hozir oxirgacha
ko'ramiz, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa menimcha boshqa yerdan olamiz. Agar bo'lsa ham просто qiziq bitta etap bo'ladi yani. Nimadir o'xshab qolsa, kesib kelishning joylarini kesib agar video chiqsa, buni ham qo'yaveramiz. Agar video chiqqan bo'lsa, mana shu video o'xshadi, nimadir chiqdi. Agar video chiqmasa, boshqa yerdan olamiz. Tем более bunga ilhom yo'q edi. Ilhom bor edi. Ilhom bor edi. Zakana, kamera, kadr orqasiga turib. Bor edi ya ilhom. Ilhomga stulchi yetmadi. Nima bo'lyapti Xaybrochi? Necha minut bo'ldi? 5 minut 7 sekund bo'ldi. Shunaqa ko'p joylarni chopib tayladik. O'zi 45 minutlik narsa ichida. Chiqaramiz. Chiqaramizmi? Ko'ramiz, bilmayman. Chiqqan bo'lsa, chiqarganmiz. Juda ko'p narsalar chopilib ketib qoldi. O'sha aytdikki, boshqa вообще sal boshqacha edi yo'nalish, endi вообще boshqa yo'nalish. O'zi ololman o'zi.